Hürmetli vatandaş, bugünkü islaha 2011 yıl 10. ayının 2021 yıl 11. ayının 10. ayının 11. günü. Bu notuk sözleş, leksiya sözleş degen acayip bulduk ya vatandaş. Kandak acayip deseniz, bir cümle eğizden çıkıp atqanda ikinci cümlene kaldırı tefekkür kılışqa doğru keledik ya vatandaş. Muşundaq arlıqda eğizden çıkıdığan gep hatalışıp kalıdığan çeşitli ayküllerde hatalışıp kalıdığan iş yüz verdik ya. Şuna keçirinler vatandaşlar. Endeki mavzu, Uygurlar oturusunu 101 vatkan, lekin Uygurlar taze dikkat kılmayı vatkan bir mesele. Vatandaşlar. Her jili digidek bolup mu bu jil haddidin aştı digidek. 10. ayının 1. günü Xitay'ın atalmış devlet bayramını hatırlaş günüde hazır Uygurlar şundak aşka adetlengen imiş. Çünkü kurultayçılar bundan 10 yıl burun oturgu şundak belgeleme karar çıkargan imiş. Nemi gepken deseniz 10. ayının 1. günü Uygurlar için matem günü iken. Kurultayçılar 10. ayının 1. gününü Uygurlar için matem günü kılıp bekitken imiş. Mesela anan ölüp ketken gün müdü bu ya ki? Anan ölüp ketken, dadan ölüp ketken gün müdü? Bunu matem günü kılıp bekitkedek kurultayçılarga ben şunda sual koyay. 10. ayının 1. günü seni için nemişka matem günü bulup kaldı? Ben sana sual koyay. 10. ayının 1. günü Xitay Kuomintang Partiyasının matem günü mü? Ya ki sen Uygur'un matem günü mü? Cevap versen şu. 10. ayının 1. günü Xitay Kuomintang Partiyasının matem günü mü? Ya ki sen Uygur'un matem günü mü? Nemege nispeten senin matem günün bulup hesaplanıda. Qaysı devletine nispeten senin matem günün bulup hesaplanıda. Mesela senin için sana Uygur'a matem günü bulup hesaplanıda. Bir ağız gep, Kuomintang'a matem günü bulup hesaplanıda. Şuna Uygur'a matem günü bulup hesaplanış gerek demekçi sen. Kurultayçılar sen muşundak demekçi. Çünkü kaynında erken alıp tekin var. 10. ayının 1. günü matem günü, emniyetlik Kuomintang için matem günü, Kuomintang Partisi için matem günü. Lekin sürüştürsen bugün Kuomintang bunu matem günü degen yok. O Tayvan'da özün devlet kuruş bayramını hatırlap gelip oturdu. Her yılı hatırlap gelip oturdu. O da matem günü degen yok. Fakat Kuomintang paras Xitayla ve demokratçılık Xitayla içindeki atalmış, yani Kuomintang paras Xitayla bu günü matem günü dep atavatıdı. Sana nemişki matem günü buludu Uygur. Uygur tilini sözlavatsam ben seni Uygur dep artık bahalı ettim geçer. Uygur tilini sözleydiğin kurultayçılar nemişki 10. ayının 1. günü sana matem günü buludu. Ben bu suallarını koyup koydum. Bunun tepsili muhakemesi kiyen bugün haberlerini alınlar vatandaşlar. Haberler bundak. Kazakistan Uygurları Gani Batur'un kabrisi de onu yad etti. Mavzulu haber 2001 yıl 10. ayının 4. günü Erkin Asya'nın Uygur Til programı ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Tarihten ma'lum ki 1949 yılı 1. oktyabr günü Komünist Xitay Cumhuriyeti kurulup köp vakit ötmeyle Xitay Halk Azatlık Armiya kısımları Sovet İttifakı'nın qo'llashi bilan Uygur eliga besip kirgan edi. Uygurlar bu günü özleri üçün matem günü qilib bekitgan. Uygurlar bu günü özleri üçün matem günü qilib bekitgan bulup, bu günü münasibeti bilen Xitay'nın aşı vaqtki işgaliyeti ve Şarkı Türkistan Cumhuriyetini esleşidi. Kazakistan'da turuşluk radyonun muhbiri Oygan'ın haberi. Yani bir haber. Türkiye şehirlerde 72 yıllık asaretke karşı narazılıkla bildirildi. Mavzulu haber 2021 yılı 10. ayının 2. günü Erkin Asya'nın Uygur Tili programı ilan kılındı. Haber mundak başlandı.
DUQ Buron 1949-yıl Xitay Cumhuriyeti qurilgan 10-ayning 1-kunini Uyg'urlar uchun motam kuni deb e'lon qilgan bo'lib, Uyg'urlar uchun motam kuni deb e'lon qilgan bo'lib, dunyoning har qaysi yerlaridagi Uyg'urlar har yili bu kuni Xitoy qarshi namoyish va boshqa norozilik faoliyatlarini o'tkazib kelmoqda. Radyoning Turkiya turishliq muxbiri yoki Anshantaning muxbiri Erkin Tarim. Davlat motam kuni yana bir xabar. Davlat motam kuni Shanganliklar Angliya, Amerika qatorliq davlatlarda yig'ilish namoyish qilib, Jungo Kompartiyasiga qarshi turish ro'yini davomlashtirdi. Mavzuli xabar 10-ayning 3-kuni Jungoga nazar torbitida e'lon qilindi. Mana buni Jungoga nazar torbiti Xitoylarning bu kunni davlat motam kuni deb bekitganligini xabar qilyapti. Endi demokratik Xitoylarmi yoki Tayvanchi Xitoylarmi, Gomindan Xitoylarmi ma'lum emas. Jungoga nazar torbiti Xitoyning, mushu Xitoyning torbiti davlat motam kuni 10-ayning 1-kuni deb so'zlayapti. Sencho Uyg'ur tilida so'zlaydigan qurultaychilar, sana motam kunimi? Xo'sh. Bu yerda bir sir bor, bir ish bor. Jungoga nazar torbitida e'lon qilindi Xitoycha Go Sangri motam kuni Go Sangri. Uyg'urlar motam kuni deb e'lon qilgan 1-oktyabr kunida Xitoyga norozilik bildirish faoliyatlari o'tkazildi ekan. Muxbirimiz Iroda 2016-yil 9-ayning 29-kuni dedi Uyg'urlar motam kuni deb e'lon qilgan 1-oktyabrda Xitoyga norozilik bildirish faoliyatlari o'tkazildi ekan. Muxbirimiz Iroda 2016-yil 9-ayning 29-kuni. Kitobiy suhbatlar 280 motam kuni Gosangri. Jungo Kompartiyasi Mingvanju Sullijon va zo'r ko'lamda to'xtashning keyingi gumonliq nuqtalar to'g'risida 10-ayning 2-kuni YouTube kitobiy suhbatlar kanali Gosangri motam kuni. Elayotgan so'z motam kuni deb elinyapti ism. Gosangri yana motam kuni. Yana bir xabar. Yaxshilikdan derak bermaydigan hodisalar to'g'risida obzor. Davlatga ofat xalqqa qayg'u olib kelgan 72 yil. Ko'pchilik Umid sadosi. Guangdong tili Umid sadosi Xitoy demokratlarining radio televiziyasi. Guangdong tili YouTube 10-ayning 2-kuni. Demak, yuqorqi Xitoy torbetlarimi 10-ayning 1-kunini Gosangri motam kuni da'vatida. Qurultoychilar bekitgan emish motam kuni deb. Uyg'ur tilida so'zlashni o'rganib olgan qurultoychilar bugun Gomindan motam kuni ya Gosangri deydigan tilni Uyg'urlar uchun motam kuni qilib bekitgan emish. Xabarning umumiy ro'yi shu. Yana bir xabar. Motam kunida Yevropa ellerida Xitoy qarshi namoyishlar o'tkazildi. İxtiyoriy muxbirimiz Akram Jansajan 2 bayg'i bir malay, 2 raisga bir muxbir. Germaniyada muxbirlik qiladigan ixtiyoriy muxbir Akram. 2021-yil 10-ayning 1-kuni. Erkin Asiya Uyg'ur til programmasi xabarida mundaq boshlandi. DUQ bundan 10 yillar ilgari 1949-yili Uyg'ur diyori Xitoy Kommunist Armiyasi tarafidan besib elingan va Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilgan 10-ayning 1-kunini motam kuni deb chakarlagan. DUQ Uyg'ur tilini o'rganib olgan qurultoychilar 10-ayning 1-kunini motam kuni deb chakarlaganimiz yo'q emish. Yuqorida Xitoylarning motam kuni deganligini ko'rdingiz-a Uyg'ur vatandosh? Anglab qo'ying. Anglab qo'ying. Siz ularni qo'llasingizmi, ilojingiz yo'q, manmi anglab qo'ying. Uyg'urning tili nada? Uyg'urning tili mushundaq so'zlash kerakmi yoki Uyg'urning tili yuqorqida Gosangri motam kuni deb so'zlash kerakmi? Anglab qo'ying Uyg'ur. Hem de her yili 1-oktyabrda motam kuni munosabati bilan dunyo miqyosida Uyg'urlar Xitoyga qarshi namoyish o'tkazishni tashabbus qilib keldi. Ana shu.
Yana bir xabar. Uyg'urlarning motam kuni munosabati bilan o'tkazilgan Xitoy qarshi namoyishdan ko'rinish 2021-yil 1-oktyabr Oslo, Norvegiya suratli xabar. Uyg'urlarning motam kunida Osloda, Norvegiyada namoyish o'tkazilibdi. Qozog'istondagi Uyg'urlar Almatada motam kuni faoliyati o'tkazdi. İxtiyari muxbirimiz Oygan 2020-yil 10-ayning 1-kuni Erkin Asiya Uyg'ur til programmasi dunyoning har qaysi joylari bilan pishmat. Yana bir xabar. Uyg'urlarning motam kuni munosabati bilan Xitoyga qarshi o'tkazilgan namoyishdan ko'rinish suratli xabar. 2021-yil 1-oktyabr Erkin Asiya Uyg'ur til bo'limi. Vatandaşım, motam kuni. Siz muhokama qiladigan isim bo'ldi bu. Biz muhokama qiladigan isim bo'ldi bu. Gomindan cho'ng quruqliq yetib kelib Beijingda hokimiyat tiklaydi deb anglab qoldinglarmi? Qurultaychilar. Bu yil 3-ayning 14-kunidan boshlab atalmış siyasetlarda özgürlük yüzbedi. Gomindanğa tayinish, gomindangchilarni so'rab elib kirib Uyg'ur siyosiy faoliyatining ichiga yolg'on xabarlar sig'dab elib kirish, yolg'on xabar bilan tonishtirish radioning qilmishi. Siyasetda özgürlük bo'ldimi qurultaychilar? Gomindang cho'ng quruqliq chiqib, Beijingda siyasetga o'ltirib yoki hokimiyat beshiga o'ltirib davlat so'raydigan xabardan xabardor bo'lib qoldinglarmi? Qurultaychilar, nereden kelgan motam kuni bu? Sizga nisbatan nima uchun motam kuni? Biz bunu yani bugün to'liq so'zlayamiz. Davom bor, hurmatli vatandosh. Muhokama qilamiz, davomi bor. Bu davomida nayt chunqur, nayt tafsiliy muhokama qilamiz. Bu da vatandoshim, anglab qo'ying. Sizmi muhokamaga tayyor turib, buni muhokama qilib ekan. Motam kuni zodi nima? Gomindan Xitoylarning yoki Xitoyning motam kunimiz seningmi? Uyg'ur tilli qurultaychilar motam kuni zodi nima? Nimani ko'rsatdi? Nima demoqchi bo'lding sen bu orqali?